Ata-analarning til zo'ravonligining bolalarga bo'lgan ziyni zodi qanchalik? Ilgari men to'rda ata-analarning qaysi qilmishlarining bolalarga bo'lgan ziyni eng ig'ir bo'ladi degan temadagi mazmunni ko'rgan edim. Kishini hayron qoldirdig'ini shuki, har xil inkoslarning hammasi ata-analarning til zo'ravonligi bo'lib, bolalarga elib kelgan ziynini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi ekan. Bugun men ko'pchilikka bu to'g'risida 5 nuqtani so'zlab beray. Ko'pchilikning bu mazmunni saqlab olib, har vaqt o'zini eskartib turishini umid qilaman. Birinchisi bo'lsa, til zo'ravonligiga uchragan bolalarda irodasiz mijoz xarakteri shakllanib, o'ziga bo'lgan ishonchi kamchil bo'ladi ekan. Doim ayblangan, haqoratlangan bolalar ish qilganda qo'rqinchoq, xiris va qiyinchiliklarga yuzlanishga jur'at qila olmaydigan bo'lib qoladi ekan. Oxirida hech qanday ishni vujudga chiqara olmaydi ekan. Ikkinchisi bo'lsa, o'zini kamsitish, o'zidan tashvishlanishni keltirib chiqaradi ekan. Ata-analar bolalarga til zo'ravonligi qilsa, hamisha bolalarni inkor qilish pozitsiyasida bo'lib, doim boshqalarning bolasini yaxshi deb maqtaydi. Bu bolalarda o'zidan gumonlanishni paydo qilib, o'zining qimmatini ko'ra olmay, o'zini inkor qilishni keltirib chiqaradi. Bunday bo'lganda bolaning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uchinchidan, til zo'ravonligi bolalarni oson hayajonlanadigan, oson ochiqlanadigan qilib qo'ydi. Siz doim uningga ochiqlanish usuli bilan muomala qilsangiz, undaqda siz bolangizdan sizga qanday usulda muomala qilishni umid qilasiz? Bolalar ota-onasining ko'paytirilgan nusxasi. Agar ko'paytirilgan nusxada masala ko'rilsa, undaqda sizningcha masala asli nusxasidami yoki ko'paytirilgan nusxasidami? 4. Til zo'ravonligi bolalarda mehr-muhabbat kamchilikligini keltirib chiqaradi. Til zo'ravonligiga to'lgan oilalar bolalarga mehr-muhabbatni his qildira olmasligi mumkin. Bundaq er-xotinlar o'tirsidimi muhabbat bo'lishi notayin. Bu xil ahvol bolani cho'ng bo'lgandan keyin mehr-muhabbat munosabatidan gumonlantiradi. Boshqalarga mehr-muhabbat beg'ishlashga qurbi yetmaydi, hatto o'zini so'yishga qurbi yetmaydi. Bu bolaning kelgusidagi to'y ishiga nachar ta'sir ko'rsatadi. 5-si bo'lsa, til zo'ravonligi bolaning ota-onasiga bo'lgan o'chmanligini keltirib chiqaradi. Ota-onasidan og'rinadigan, nafratlanadigan bolalarning keyin ota-onasini hurmatlashi, ota-onasiga vafodor bo'lishi notayin. Bundaq oqibatlarning avlodma-avlod davomlashishining oldini olish uchun ota-onalar hozirdan boshlab til zo'ravonligini darhol to'xtatishi kerak.